Hozir ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu temadan bittasi bu to'ydan oldin qizimni yuzidagi ugrilarini davolatsam yoki o'g'limni yuzidagi ugrilarni davolatishim kerakmi yoki to'ydan keyin o'zi o'tib ketadimi deb o'ylashadi. Ko'pchilik shunaqa fikrga boradi, lekin buni vaqtida davolatishimga maslahat beraman. U qizingizni erga bersangiz, o'g'lingizni uylantirsangiz, bu yuzdagi muammo ketib qolmaydi. Buni avvalo sabablarini aniqlab, buni davolatgan to'g'ri deb hisoblayman. Chunki yuzdagi muammo bu teri kasalligi hisoblanadi. Bu terida masalan klish, ya'ni kana degan teri qurti bo'ladi, teri kanasi. Bu masalan gormonal o'zgarishi hisobiga organizmda qanaqadir izmeneniya yoki turmushga berganingizdan keyin o'zgarish hisobiga bu ketib qolmaydi. Buni yo'qotish kerak. Bu teridagi yashaydigan qurtni, kanani organizmdan chiqarib tashlash kerak, buni davolash kerak bo'ladi. Men ota-onalarga tavsiya qilib qolgan bo'lardim, buni dermatologga ko'rsatishi yoki dermatokosmetologga murojaat qilishini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki buni davolamasa o'tib ketmaydi. Yuzdagi toshmalar aksincha ketishi o'rniga balkim undan keyin chuqurchalar, ya'ni chandiqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun qizingiz yoki o'g'lingiz yuzida har xil muammolar, ikkilamchi muammolar paydo bo'lishini oldini olaman desangiz, albatta vaqtida mutaxassisga murojaat qiling.